Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, Zamda Chorva ishqibozlari, hammalaringiz omon-sog', charchamayapsizlarmi? Bugungi beraka maslahatlarimiz asosan buzoqlar masalasida tug'luqdan keyin bo'lgan buzoqlarga tug'luqdan 40 gacha, o'rtacha 3 oylikgacha bo'lgan holatlarda shu yo'nalishda ozgina maslahat tushuntirish berib o'taman. Diareya masalasida ichi ketib qolish holatlarida qanday oldini olish, o'shanday bo'lmaslikka qanday holatlarda saqlash, asrash haqida ham o'sha ichi ketish holat bo'lib qoldimi, shuni oldini olish haqida o'sha ukollari tushuntirishlar berib o'taman. Mana bunday holat, mana turpoyalash holati. Yaqinroq keling. O'sha vitamin kamlikdan ag'dan-bag'dan yo betonni sho'ridan yo devordan yalaydi, iloji yo'q. O'shanday holatlarda shuni oldin qanday olish haqida ham aytib o'tib ketaman. Bu buzoqchamizda ichi o'tish holat boshlangan. Oson yo'lini o'rgataman. Mana o'rtacha 30 gram suv. 30 gram suvga Vitaptikadan makroferin yo zinapirin bo'laveradi. Endi bu o'rtacha 1 oydan o'tib qolgan buzoqda. Shu uchun bunga o'rtacha 5 gram normal. O'ttiz gram suvga ham ichirishda ham yo'llarni o'rgatib ketaman. Bef immuna mana ichak mikroflorasini almashtiradi, immun tizimini mustahkamlaydi. Ko'proq o'sha lechenialarimda o'zim endi lecheniya qilaman hamda o'sha Telegramda ham onlayn davolovchi bo'lganlarimga meditsinskiy dorilarni yozaman, sababi foydasi kattaroq. Shuning uchun tavsiya qilaman o'sha meditsinskiy dorilardan ishlatishdi. Bitta bundan solasizlar. Bir dona Lenix. Esdan chiqmasin, shu yerda bir gap aytib o'tib ketay. Mana shu buzoqlarda ichi o'tib qolish holat bo'lsa, qon ketish bo'ladi, yo o'sha turpoyalashdan, yo sut ko'p emishdan, yo namda yotishdan ichak faoliyati buziladi, ozgina ichaklarda shamollash bo'ladi. Maslahatim Siflox berib qo'ymanglar. Ko'plar adashib, bilib-bilmay Siflox berib qo'yadi. Sifloxni bari qoling. Sifloxni hali bularda oshqozon faoliyati yaxshi rivojlanmaganligi uchun 2 oygacha o'rtacha buzoqlarga Siflox berish mumkin emas. O'sha meditsinskiy aptekada mana shu Lenixlar o'sha organizmga mo'ljallashganda asosan o'sha bachalardagi. O'sha bu ham makroferindan to'g'ri ozroq ichirsa bo'ladi. Mana ichirishni yo'lini o'rgataman. Keling yaqinroq. 2 xulochasini ushlang. 2 xulochasini tumshuqdan ko'tarsang ham mayli. Mana shunday ko'tarib turasan. Mana qanday ichiramiz deb bosh qotib qoladi, yo ko'pchilik tabletkani yo parashoyni o'zini ichirishga harakat qiladi, tamoyilda qolib ketadi. Shu uchun mana shunday tilchasini bosib, ana shu 10lik yo 20lik shpris bilan yaqinroq kelayman. Ichirishlarni qiyin emas, ham ichirish oson bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Hozir keyin oddiy Gentamicin ukol. Keyin bu tasal vitamin. Gentamicin ukol mana 1 dona. Iloji bo'lsa kalta o'sha Vitaptikalardan 12ligi, 10ligidan olgan ma'qul ignani shpris obязательно yangi baqiradi. Ushlang.
Mana ukol qilishini ham ko'rsatib o'tib ketaman. O'sha mutaxassislarga chaqirib qilsanglar ham bo'ladi, yo o'zlaringiz ham qilsanglar bo'laveradi. Mana shunday. Buzoqni X qilasizlar. Qanday vitamin qilmoqchimisizlar? O'sha shamollashga qilmoqchimisizlar? Yo o'zgartirishga, yo vitamin o'sha komplekslar qilishda mana shu X qilinadi. Mana shu yerdan shular. Quchoqlab ushlab turda, baqa torting. Tort. Baqa o'tkar. Quchoqlab bo'ynini. Kalta ushla, ha shunday. Mana shunday qilgan ma'qul. Bitta shpris o'sha bitta ikkita ukolga bo'laveradi. Mana shunday dummachasini qilib qo'yavering. Ikki mahal mana shu ichirilgan tabletkalardan necha bor u? Ikki mahal shu ichirilgan tabletkalardan keyin mana shu gentamicin ukol boshlanishiga agar hozir ichib ketish holati buzoqlarda ko'p bo'lsa, mutaxassis chaqirib обязательно mahalla yo cho'ska veterinarlari yo o'zlaringizga yaqin veterinarlardan chaqirib, shu meditsinskiy aptekadan leoflaseksin osmasi 100 grammlik aminokopronka qon ketish holatlarida buni qildirasizlar. Bo'lmasa mana shuni o'zi bilan bitta bilan ikki mahal shu men ko'rsatib o'tgan parashoy tabletkalardan ichirsangizlar, ham o'sha turpoyalashga moyillik yo'qoladi, ham o'sha ichaklar faoliyati yaxshilanib, ichi riski to'xtashga harakat qiladi. Keyin mana shu masalada ham to'xtab o'tib ketaman. Mana shu holat mana yalash bora. Mana shularga D kalsiy 3 ko'p taklif beraman, kommentariyada ham ko'p yozaman. Telegram kanalimda ham ko'plarga shuni tavsiya beraman. Mana shu meditsinskiy aptekadan D kalsiy 3 tabletkalarni ichirsa, o'sha buzoqdagi mana shu holat yaxshilanadi. Birinchisi, ikkinchisi ham o'sishi, ham immunity baland bo'ladi. Kuniga bir donadan, agar irik naslli mollar bo'lsa, 2 donadan ichirib qo'ygan ma'qul. 1 oy hech bo'lmasa 1 oy tavsiya beraman ichirishda. Keyin yotish masalasiga kelsak, o'sha ko'p kuzatganman. Mana shu qo'yvoriq yurgan buzoqlar bilan bir joyda bog'liq turgan buzoqlarda o'zgarishi juda boshqacha bo'ladi. Mana shular hozir 15-20 kun, 1 oylik buzoqlar. O'sha ma'lum miqdorda 20-30% o'sishi farq qiladi. Keyin yotish masalasiga kelsak, imkon bo'lsa mana shunday joylarga o'tanchalar qilib qo'yib qo'yingizlar. Keyin takini imkoni bo'lsa yer yo agar stashga beton bo'ladigan bo'lsa, apilka bilan samonda aralashib qo'ygan ma'qul. O'shandayda buzoqlar yotgan vaqtda takin nam bo'lmasa, ichaklardan shamollamaydi. Buzoqlar o'zgarishi zo'r bo'ladi, immunity baland bo'ladi. Kasallikka o'sha vaqt baquvvat keladi, ham o'zgarish zo'r bo'ladi. Agar adashib yerdan shamollashdan diareya holat bo'lib qolsa, ichak shamollab, o'sha buzoqlarda o'zgarish kam bo'ladi. Ichak ko'p bir xillari 1 hafta 10 kunga qarab ketib qoladi. Diareya holatlar, isitma qilish qoladi. Molda ariqlanish, tanada suvsizlanish paydo bo'ladi. Shundan o'zgarish kam bo'lib qoladi. Shuning uchun keyin yana bir gap, mana shu dori-darmonlar bilan shu holatni agar mana shunday holat qilib qo'ysangizlar, uncha-munchaga o'tmaydi. Keyin o'tgan holatlarda ham shu tavsiyam bilan davolabsangizlar, tez yaxshi bo'ladi. Keyin o'sha trik kalsiy, D kalsiy 3 ni esdan chiqarmaysizlar. Keyin o'sha buzoqlarda 35 kun, 40 kundan keyin tuxumni maslahat qilaman. Tuxum ichirishni po'choq bilan. Iloji bo'lsa o'sha xonaki tuxumlar ma'qul. 20 ta 30 ta 2 kun ora yo 2 kunda bir salqin bilan. Endi bundan ba'zi kuni issiq, salqinda tuxum ichirsangizlar, buzoqlarda o'zgarishi zo'r bo'ladi. Keyin aytib o'tib ketay, endi kunlar isiyapti. Parazitlarga
o'sha hasharotlarga qarshi обязательно mollardagi dezinfeksiya. Agar eski og'illar bo'ladigan mol hayvonlar bo'layotgan bo'lsa, bir yilda bir ahak suvini eritib, bir atrofni dezinfeksiya qilib qo'yish kerak, devorlar, betonlar, yotgan joylari. Keyin kiral endi bir haftaga qolmasdan dezinfeksiya qilib turingizlar. Suprametrin vit-aptekalardan topasizlar O'zbekistonda hamma joyda. Vit-aptekalardan suprametrin olib 10 gram 10 litr suvga taxlab, ustilariga, yonlariga, atroflariga sepib qo'ysa, o'sha hasharotlar, parazitlardan himoyada bo'ladi, mollarda immuniti baland bo'ladi. Keyin o'sha teleroz, piroplazmoz kasalliklar kam uchraydi. Shu maslahatlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Kimdaki aka-ukalarimiz, chorvador aka-ukalarimizda savollar, uzoqlar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib boringizlar. Qo'ldan kelgancha javob berib boraman. Ishimiz ko'pligi sababli bitta ikkita chorvador aka-ukalarimizga savollarga vaqtida javob berib bora olmasak, uzr so'raymiz. Telegram kanalimda yozib o'taman. Telegram kanaliga ulanib, o'sha chorva bo'yicha savollar bo'lsa, video qilib yo rasm qilib yo Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Ham o'zlaringizga foydasi bor. Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, podpiska qilib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun fikr mulohazalarni qoldiringizlar. Yurtimiz, dunyomiz tinch bo'lsin. Chorvamizga Allohim baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hamma veterinar aka-ukalarimizga omad. Shu tavsiyalaringizni berishni tavsiya qilib qolaman. Omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.